bir daraxt bor ekan. Bu daraxtga odamlar cho'qinar ekan, borib sig'inar ekan. Lata bog'lashib, menga bir farzand bersangiz deyishar ekan. Bir obid odam bunga chidolmabdi-da, boltani olib haligi obid daraxtni chopaman deb ketyapsa, bu daraxtga sig'intirtirayotgan kim? Shayton. Shayton bir odam suratida chiqdi-da, birodar, maqasan kesmagin. Sandan iltimos. Odamlar daraxtga sig'inib iymonidan ajralib butparast bo'lib ketyapti. Men sindiraman, Alloh uchun sindiraman desa ham yalindi. Menga qara dedi, kambag'alsan dedi. Har kuni ertalab shunday yostig'ingni ko'tarsang, 2 ta tillo dirham olaverasan. Qayerdan seni qo'lingdan keladi? Xo'p, dur, men eflasam bo'ldimi? Sen shunday o'yganganingda yostig'ingni ko'tarasan, 2 ta dirham senga turadi. Shu daraxtni kesmagin. Haligi 2 ta dirhamga bechora obid aldanib qoldi. Sahar tursam, yostig'imni bundoq ko'tarsam, 2 ta tilla tanga tursa, bo'pti, sig'inavermaydi menga. Dibdi-da, ketibdi orqasiga. Uxlab ertalab bundoq yostig'ini ko'tarsa, 2 ta tilla tanga turibdi, xursand yondi urgan. Ertasiga yana uyg'onib qarasa, bor, 3-kun yo'q, 4-kun ham yo'q. Jahli chiqibdi-da, nomard 4 ta dirham berib boshqa bergani yo'q. Har kun chiqib turadi, deb boltani ko'tarib daraxtni sindirgan edi. Daraxtni oldiga kelganda shayton o'zini bo'yi basti bilan ko'rindi. Ha, nima qilmoqchisan? Shayton ko'rib qaltirab qolibdi hali. Men shu daraxtni kesaman. Meni ko'ryapsanmi kuchimni? Bajag'ingni chiqazib yuboraman. Bo'yningni uzib yuboraman. Yo'q hali. O'sha avvali nochor bo'lib uchragan men edim. Xudo uchun ketyotganding. Sen tomonda farishta Alloh bor edi. Men qo'rqdim. Seni men adashtira olmayman, senga kuchim yetmasdi. Chunki Alloh uchun yurganing uchun seni Alloh farishtalar himoyasiga qo'yib qo'ydi. Endi sen haligi 2 ta tanga bo'lmaganiga jahl qilib ketyapsan, hozir bo'yningni uzib yuboraman, yo'qol degan. Har bir ish Alloh uchun bo'lsa maqsadingizga yetasiz.